Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar. Demak, bugungi kunda bizga bir qator savollar kelib tushmoqda. Demak, navbatdagi savolni o'qib eshittiramiz. Mening o'g'limga jarima qarori chiqarilgan vaqtdan keyin 1 yildan ko'p vaqt o'tgandan keyin MEB tomonidan ogohlantirishsiz ijro qilingan. 1 yil ichida hech qanday sud ishlari bo'lmagan. MEBning bu ijrosi qonuniymi? MEB qarorini bekor qilish mumkinmi degan mazmunda savol kelgan. Demak, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 309.1-moddasiga ko'ra, bevosita maxsus avtomatlashtirilgan video hamda foto qayd etish texnikalarida, ya'ni o'sha xalq tilida aytadigan bo'lsak, bevosita radarlarda yoki bevosita kameralarda qayd etilgan huquqbuzarliklar bevosita inspektor tomonidan huquqbuzarlik, ya'ni ma'muriy jarima qo'llash to'g'risidagi qaror bevosita qog'ozga aylantirish yo'li bilan 3 kun ichida bevosita huquqbuzarga jo'natilishi kerak. Ya'ni bevosita qaror chiqarilgandan keyin 3 kun ichida inspektor buni huquqbuzarning ishlash joyiga yoki yashash joyiga bevosita jo'natilishi lozim bo'ladi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2011-yilda 68-son buyrug'i bilan tasdiqlangan Adliya vazirligida 2240 raqamli ro'yxatga olingan yo'riqnoma mavjud. Ya'ni mazkur yo'riqnomaga ko'ra bevosita inspektor tomonidan jarimaga solish to'g'risida qaror chiqarilgandan so'ng 3 oy ichida bevosita ijroga qaratilish maqsadida huquqbuzarning uyiga yoki uning ishlash tashkilotiga, ya'ni ishxonasiga yoki bevosita davlat ijrochisiga jo'natilish kerak. Agar 3 oy ichida inspektor tomonidan jarimaga solish to'g'risidagi qarorning ijrosi bo'yicha muayyan xatti-harakatlar amalga oshirilmagan bo'lsa, 3 oylik muddat o'tib ketgandan so'ng bunday qaror bo'yicha huquqbuzarni jarimaga solish mumkin emas. Xulosa qiladigan bo'lsak, bevosita jarimaga solish to'g'risidagi qaror inspektor tomonidan shakllantirilgandan so'ng 3 kun ichida sizni yashash manzilingizga yoki sizni ishlash manzilingizga yoki sizga bevosita pochta orqali yuborilishi lozim. Qadrli yurtdoshlar, agar o'zingizni qiziqtirgan boshqa huquqiy masalalar bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizning advice.uz huquqiy axborot portalidan bemalol foydalanishingizni eslatib o'tamiz.